ishonch hosil qilishim kerak, bu doimiy bir umrga egalik huquqini beradimi yo'qmi? To'g'ri aytdingiz. Oldin Sheikh Zayedni o'zingizni nomingizga olish mumkin emas edi. Dubayda eng asosiy yo'li mumkin emas edi. Hozirgi holatda определенный yer uchastkalar bor. O'zingizga freehold olsangiz, o'zingiz nomingizga olsangiz bo'ladi. Trump Tower ham o'zingizni nomingizga полностью olsangiz bo'ladi. Globalniy brend 80 etajli faqatgina bitta dona, ertaga sotaman, arenda beraman, o'zim yashayman desalar ham trofeyniy adres. Bu yerda boshlang'ich narxlar qanaqa, uylarning razmeri qanaqa? Xo'p, bu yerda hozir biz bir xonalarni chiqardik. Bir xonalarimizning narxi 750-800 ming dollardan boshlanadi. Bu narxlar investitsiya uchun juda ham привлекательный. Nimaga? Chunki bu lokatsiyada o'zi любой boshqa brendni qarasanglar 1 million dollardan boshlanadi. Ya'ni sizlar уже zo'r narx olasizlar, eng крутой proyekt olasizlar, ham Burj Khalifa ham dengizga qarab olasizlar. Bu yerda faqatgina yiliga 10% dan to'laniladi. Ya'ni первоначальный взнос 20% to'laniladi, keyin har yili 10% dan o'sha qurilishga qarab to'laniladi. Agar sizga ushbu proyekt haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, hoziroq bizga murojaat qiling, sizga to'liq yo'l-yo'riq maslahat beramiz.